So next one is I like fish. Man. So sual şekilde bu sual aylansak nima? Oldiga miyada yordamchi kuyil deb düde bir yordamchi kuylar yoshurun alet keladi. Shuning bilan fitdan chiqib etsak, jo'ne. Do you like fish? Endi bu oddiy savol jumla shundami? Odatda buni nima deymiz sanlar? Yeban-yeminchi deymiz. Endi bu yeban-yeminchini qanday qilib alohida savol jumlaga aylantiramiz? Endi alohida savol jumlani hansilda Tığışu yebenci deymiz. Endi bu alayet savol jumlaga aylantirganda qanday qilamiz sanlar? Mo'shning ichidagi ma'lum bo'laklarni alohida bo'lgan savol almashtirga aylantiramiz. Alayloq, masalan, what? W dan boshlanadi, shundaymi? Where, qayer, when, qachon, how, qandoq. Demek W yoki H bilan boshlangan mo'shunda savol almashtirib, mo'shinga almashtiramiz. Hamda bu yerda savoldoshlar do you like fish dedi shundaymi? Hamda bu yerga fish. Okay? Bu yerga fish biliq shundaymi? Hamda bu biliq deganimiz ism. Biliq. Hamda bu biliqni nima degan g'alani? What? Okay? Shuni bilan nima deysizlar? What do you like? What do you like? Siz nimaga amroq? What do you like? What do you like? Degan gap. And they like to play soccer. Ularningki futbol o'ynaydi. So, I have to have a cup of coffee. I like to have a cup of coffee. Nima? Meningki bir stakan qahva ichishga amroq yoki shuni ichishni yaxshi ko'raman. Nima? Okay. So we like speaking Chinese. Biz Hanzucha so'zlashga qanday amroq dedi. Demak, endi misharga like deganimiz nima? Endi ikkisi uchinchi shaxs birlik bo'lib qolsa, masalan, he, she degandek nima bo'ldi? Fe'lning keyiniga asqatilgan gap. Okay, next one is want. Okay, want. So want deganimiz nima desanglar? Kerak, lozim. Kerak lazım. And want something degan bir narsa lazım. Mesela I want some tea. Menga azroq choy lazım. Menga bir choy bo'lsa bo'ladi. Menda choy ichkim bor. Okay, and he wants my car. And u mening mashinamga lazım. So do you want a cup of coffee? Sizga bir stakan qahva lazımmi? Qahva kerakmi? Yoki shuni ichchamsiz? Yoki shuni xohlamsiz? Shunami? Do you want a cup of coffee? Okay. O'ninchi again, what do you want? Sizga nima lazım? Okay, what do you want? What do you want? What do you want? So I don't want anything. Hech nima lazım emas. Okay, I want nothing. Menga hech nima lazım, shunami? Demak, hech narsa lazım emas. I want nothing. Ya'ni I don't want anything. I don't want anything. I don't want anything. Get? So, want to do something deganimiz hamda nima arsallar? Mandaq bir ishni qilishni xohlash. Okay, and I want eat some bread. Mening azroq nima qilg'im bor? Bol kiyim bor. Okay, I want to do. Men manda qilsam kendaymi yo manda qilishni qanday qilayman? Xohlayman. And he wants to play with you. O siz bilan o'ynag'isi bor. O'ynashgan deydi. Shunami? And want somebody to do something degan ma'lum bir kishini ma'lum bir ish qilishni xohlash yoki shuni manda basgan deyish. Janalama, masalan, the boss wants him to come early. And the xo'jayin uni baldurroq kesgan deydi. Demak, the boss wants him to come early. Xo'jayin uni nima deydi? Baldurroq kesgan deydi. Okay, baldurroq ana kesgan deydi. And I want you to call him again. I want you to call him again. Hamda men sizni uni telefon qilgan deyman. Demakchi men shu sizniki telefon qilishingizni deb o'y telefon qilgan deyman yoki siz telefon qilishingiz lozim degandek. And don't want somebody to do something. Ma'lum bir kishining ma'lum bir ish qilmasligini qanday qilish, umid qilish yoki menda qilmasken deyish. Masalan, I don't want you to smoke. Men sizni tamoq chekmasken deyman. Shunami? I don't want you to smoke.
Men sizni tamoq chekmaskan deyman. Okay, they don't want him to run. Ular uni jugarmiskan deydi. Demakchi, don't want xohlamaydi. Mana qilmaskan deydi. Shunami? Somebody, ma'lum bir kisni, to do something, ma'lum bir ish qilishni. Demakchi, ma'lum bir ish qilishni qanday qilish? Xohlamaslik. Masalan, he doesn't want me to come here. U mening bu yerga kelishimni qanday qilma? Xohlamaydi. Shunda qilmaskan deydi. Xo'sh, amsa, shu tekst kim kelib qopdi savodashlar. Andaqda shu bugungi tekstninki anglash qismini intayin ko'ngil qo'yib bir qatam anglab ham ko'rib o'tinglar shu karton filmni. Onun ekan onun darsimizning tekstini tafsiliy boshlasak. Do you like coffee, Anne? Yes, I do. Do you want a cup? Yes, please, Christine. Do you want any sugar? Yes, please. Do you want any milk? I don't like milk in my coffee. I like black coffee. Do you like biscuits? Yes, I do. Do you want one? Yes, please. All right, amsa savodashlar tekst qaraylik. And do you like coffee, Anne? Okay, do you like coffee, Anne? Okay, endi bu yerga like degan amroq degan gap shunami? Masalan, I like coffee. Men qahvaga amroq. Endi buni savol jumlaga aylantirsak qanday qildik? Bu yer yordamchi keldi. Do you shuni olib keldi, shunami? Shuning bilan bu do'ni oldiga o'tkazsak, men bo'ladi. Do I like coffee? Okay, endi qarshi tarafga savol so'g'anda sal olmish yurishunami? Shuning bilan men bo'ladi. Do you like coffee? Do you like coffee, Anne? Siz qahvaga amroqmi, Anne? Shunami? Do you like coffee, Anne? Okay. Ammo sizga choyga amroqmi desakchi? Okay. Do you like tea? Do you like tea, Anne? Shunami? Onun ikkinchi. Yana har xil narsalar shunami? Masalan, yemekliklarni salim bo'ldi shunami? Masalan, do you like milk? Siz sutga amroqmi? Onunki yana-chi siz masalan uzumga amroqmi? Deymiz. Do you like grapes? Degandek-chi. Nimdari? Yes, I do. Okay, javob bergan deymiz. Yes, I do. Demakchi, I like coffee. Endi ingliz tilining bir grammatikal qoidasi mishara. Va keyingi like coffee deganni yana qoidlashning hojati yo'q. Faqat nimari samimiy yordamchi bilan yordamida yes, I do deb javob qaytarib qo'ysak, nima kifoya. Demakchi, do you like coffee? And do you like mushunda sol bo'lsa, yes, I do deb javob bersak bo'ladi. Masalan, do you like tea? Yes, I do. Okay, do you like money? Siz pulga amroqmi? Yes, I do. Albatta, degandek. Demak, endi mishari yes, bo'lsa, yes, I do. Agar no bo'lib qolsa, no, I don't. No, I don't. Nima? Shuni ular nima debdi? Do you want a cup? Sizga bir stakan lozimmi? Demakchi, endi siz bir stakan ichib boqamsiz. Deydi. Demakchi, I want a cup of coffee deganimiz nima? Menga bir stakan qahva lozim. Demakchi, endi men bir stakan kerak. Demakchi, ichkim bor degan gap shunami? Endi buni savolga aylantirsak, o'xshashlanmishlarga yordamchi qo'yil. Do muhim rol o'ynaydi. Do'ni oldiga yetkazsak shu. Do you want a cup? Sizga bir stakan qahva nimami lozimmi desa, yes, please, Christine. Okay. Endi bu yerda agarda nima o'lchakli shaklda yes, I do deb javob bersak bo'ladi shunami? Endi birisi menda deb so'rayotganligini aytib, tuzut qilib nima? Yes, please. Demakchi endi shu please marhamat degan hamda shu takalluf so'zni ishlatdi shunami? Yes, please. Ikkilam. Yes, please, Christine. Okay. Lekin endi shu yerda endi masalan chet elliklar so do you want a cup? Deganda agar no desangiz qat'iy zo'lmaydi.